Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi brifingimizda Gullan tumanida 2025-2026 yillar davomida tashabbusli byudjet jarayonlarida g'olib loyihalarning ijrosi yuzasidan ma'lumot berib o'taman. 2025-yil tashabbusli byudjet jarayonlarida birinchi va ikkinchi mavsumlar uchun fuqarolar tashabbusli jamg'armasida tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlari va yil davomida shakllangan qo'shimcha manbalar hisobidan jami 31.339,7 million so'm mablag' shakllandi. Ushbu mablag'lar jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan g'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun xalq deputatlar tuman kengashining tegishli qarorlariga asosan yilning 2 mavsumi davomida g'olib deb topilgan jami 20 ta loyiha uchun yo'naltirilgan mablag'lar 28.577,6 million so'mni tashkil qildi. Jumladan, ichki yo'llarni ta'minlash bilan bog'liq tadbirlar uchun 16 ta loyiha uchun 38,1 kilometr yo'lni ta'minlash xarajatlariga 22.947,6 million so'm. Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'minlash tadbirlari uchun bir loyihaga 1.400 million so'm. Umumta'lim maktablarini ta'minlash tadbirlari uchun 3 ta loyihaga 4.320 million so'm mablag'lar ajratildi. Yuqoridagi loyihalar jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo'yicha ishchi komissiyasi, hududlardagi jamoatchilik faollari va mutasaddi tashkilotlar nazorati ostida qurilish ta'minlash ishlari tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilish komissiyasining tegishli da'vatnomalari asosida foydalanishga qabul qilindi. 2026-yil tashabbusli byudjet jarayonlarida bugungi kunga qadar tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlari va yil davomida shakllangan qo'shimcha manbalar hisobidan fuqarolar tashabbusi jamg'armasida shakllangan jami mablag' 27.731,7 million so'm. Shundan birinchi mavsum uchun shakllangan mablag' 15.137 million so'mni tashkil qiladi. Jamoatchilik fikri asosida shakllangan, ya'ni g'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish xalq deputatlari tuman kengashining tegishli qarorlariga asosan yilning birinchi mavsum davomida g'olib deb topilgan 9 ta loyiha uchun jami 13.664,5 million so'm yo'naltirildi. Jumladan ushbu mablag'lar ichki yo'llarni ta'minlash bilan bog'liq tadbirlar uchun 8 loyihaga, 17,1 kilometr yo'lni ta'minlashga 12.016,5 million so'm, sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash tadbirlari uchun bitta loyihaga 1.648 million so'm mablag'lar ajratildi. Yuqoridagi loyihalardan ichki yo'llarni ta'minlash bilan bog'liq 8 ta loyiha bugungi kunda jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo'yicha ishchi komissiya, hududlardagi jamoatchilik faollari va mutasaddi tashkilotlar nazorati ostida qurilish ta'mirlash jarayonida. Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash tadbirlari uchun bitta loyiha smeta hujjatlar ishlab chiqish jarayonida. Hurmatli brifing qatnashchilari, xabaringiz bor, joriy yilning 15-iyuldan tashabbusli byudjet jarayonining 2026-yil 2-mavsumi boshlandi. Bunda 15-iyuldan 3-avgustgacha loyihalarni kiritish bosqichi o'tkaziladi. Tashabbusli byudjet jarayoni 2-mavsum uchun bugungi kunga tumanimizda kiritilgan loyihalar soni 77 tani tashkil qilmoqda. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan shakllangan mablag' esa 11.674 million so'mni tashkil qilmoqda. Ma'lumot uchun 22-31 avgust kunlari ovoz berish bosqichi yakunlariga ko'ra g'olib loyihalar 1-sentyabr O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bayrami kuni e'lon qilinadi. Hurmatli fuqarolar, ushbu tashabbusli byudjetda faol bo'ling va mahallangiz uchun tashabbus ko'rsating. E'tiboringiz uchun katta rahmat.